motoblok olmoqchiman, lekin eng kattasini hamda eng baquvvatini olmoqchiman degan akalar, bu video sizlar uchun. Motobloklarning ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham, kattalik tomonlama ham eng katta bo'lgan 17 ot kuchlik 192 motorlik Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan boshqa motobloklarning ichida eng baquvvati bo'lgan motoblogimiz kelgan. Sizlarga hozir buni ma'lumotlargacha tanishtirib o'taman va undan tashqari yana bir narsani aytib ketish kerak. Bu motoblok boshqa motobloklardan ustun tomoni hamda baquvvatli tomoni yana bitta katta sababi bor. Bu motoblokda rollari gidravlikali motoblok hisoblanadi. Rolli gidravlikali deyilganidan sabab motoblokda haydab ketayotgan jarayoningizda motoblokni o'ngga yoki chapga tortib burilish bunda shart emas. O'ng ruchkani bossangiz o'ng tomonga motoblok o'zi avtomatik buriladi. Chap ruchkani bossangiz motoblokni o'zi avtomatik chap tomonga burilib ishlab beradi. Bunda yosh katta odam ham, yoshroq odam ham umuman qiynalmaydi. Motoblok katta bo'lishiga qaramasdan ishlashi juda ham oson akalar. Va undan tashqari bu motobloklar uchun va boshqa turdagi motobloklarga ham bemalol tushadigan mana bunaqa universal plug hamda agat vazifasini bajaradigan nasatkalarimiz kelgan. Xohlasangiz o'ng balondizga mana shu holatda o'tadi. Xohlasangiz shu holatda agat oladi. Xohlasangiz o'ng tomonga turpoqni surib ketadi. Xohlasangiz chap tomonga, xohlasangiz yana ham balonga yaqinroq olib kelsangiz bo'ladi. Xohlasangiz narigi balondizga ham qarang, bemalol o'tkazib foydalansangiz bo'ladigan universal pluglarimiz ham kelgan. Plugimiz ham, motoblogimiz ham hozir narx-navosini tanishtiraman va kimga shu texnikalar qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib turib keladigan bo'lsanglar, motoblogimiz ham, orqa tomondagi plugimiz ham narx-navosini kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Ma'lumotlarni boshladik. Motoblogimiz boshida aytganimdek, Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblogi boshqa motobloglardan sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvat bo'lgan motoblog hisoblanadi bu. Xo'p, motorlari 192F motor 17 ot kuchlik benzinli motoblok. Benzin baklari katta 5 litrli benzin bakdan qo'yilgan. 1 soatda 7-8 grammdan 1 litrgacha расход qiladi. Расходlari ekonomishlik, расходi kam ekonomishligidan sabab bunga o'sha original karburator qo'yilgan. Shuni hisobiga benzin расходi kam, shuni hisobiga 80 benzinda ham bemalol tiniq ishlab bera oladi. Yurishlari zavodnoy orqali xohlasangiz tortib yurg'izsangiz bo'ladi. Xohlasangiz akkumulyatorlar qo'yilgan, kalit orqali ham bosib, zavodet oldirib ishlatsangiz bo'ladi. Oldi tomonida kechki payt yurish uchun ham juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralarigacha qo'yilgan model hisoblanadi akalar. Balonlari yaxshi yumshoq balonlardan qo'yilgan. Korobka qismlari katta 450 litalik katta korobka qo'yilgan. Shuni hisobiga aytib o'tganimdek, boshqa motobloklardan ko'ra ancha baquvvat va sifatli model hisoblanadi, chunki korobka qismi ancha o'ziga nisbatan katta korobka qo'yilgan. Xo'p, hamda mos qismi ham ancha katta mos qo'yilgan. Buni motoblok ishlatib yurgan akalar bidada ko'ra farqini biladi, ancha katta mos qo'yilgan. Xo'p, orqa tomonida qishloq xo'jalik vom joylashgan. Bunga suv nasos, karter apparatlari o'tiradigan jatkalarni ham ulab ishlatsanglar bo'ladi. Roliga ahamiyat bersanglar, uzun qilib ishlangan va oldiga 1, orqaga 2 skorisi, oldiga 2 ta skorisi bor, orqaga bitta zatni xotlarigacha jihozlangan bo'ladi. Bu motoblogimizda aytib o'tgandek, rollari gidravlika. Yo'lda haydab ketayotganingizda, yer haydayotganingizda rolni qiynalib tortib burmaysizda, prosta o'ng ruchkani shunda bosib ushlab tursangiz, o'ng tomonga, chap ruchkani bosib tursangiz, chap tomonga buriladi. Bu motobloklarimizni e'tibor bersanglar, hech qanaqa kabel, mabel, hech qanaqa legirovkalari, ustanovkalari qilinmagan. Kesish shetda ishlatib, yurg'azib, mana shu hamma kabellarini ulab, legirovkalargacha qilib qo'lingizga beramiz. Motoblokni ishlatib, yurg'izib ko'rasiz. Ma'qul kelsa pul sanab berasiz, yo'qmasa qolsa ham bo'ladi akalar. Xo'p,
orqa tomondagi pulugimizga o'tadigan bo'lsak, aytib o'tganimdek, xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga legrovka bo'lib o'ta oladi. Puluglarimizning narxi 500 mingdan 900 minggacha, motoblogimizning narxi 8 millionlik varianti bor hamda 8 million 800 ming so'mlik bunaqa original variantlari ham bor. Komplektga freza, tormoz, dokument, kulich 1 yil garantiya bonuslarigacha ana shu aytgan narxim ichiga kirib ketadi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishtirib qilib beramiz. Xohlasanglar orqadagi korobka holatda oling, xohlasangiz yig'ilgan holatda olishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i agroservis do'koni. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.